Hammaga assalomu alaykum. Buxoro Innovatsiyalar universitetida qabul jarayoni boshlangan va bu qabul jarayonida hozir juda ham zo'r aksiya ketyapti. Hamkorlik dasturi orqali siz orqali har bitta kelgan talabadan 500 ming so'm bonusga ega bo'lishingiz mumkin. Ya'ni har bitta talaba, ya'ni siz orqangizdan necha kishi keladigan bo'lsa, hammasidan 500 ming so'mgacha bonusga ega bo'lishingiz mumkin. Videoni oxirigacha ko'rsiz, sizdan bemalol hamkor dasturi orqali 500 ming so'm bonusga ega bo'lishingiz mumkin. Demak, birinchi o'rinda saytga kirib olamiz. Saytimizning nomi qabul.bui.uz. Ushbu saytga kirganimizda bizda mana shunaqa oyna chiqadi. Demak, bu yerda birinchi o'rinda tizimga kirib olishimiz kerak. Bu yerda tizimga kirish degan joy bor. Tizimga kirish joyida biz bu yerda hamkor sifatida kirishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni hamkorlik dasturini tanlaymiz. Va bu yerda siz birinchi marta kirayotgan bo'lsangiz, birinchi navbatda akkaunt yaratib olishingiz kerak bo'ladi. Bu yerdan akkaunt yaratishni bosamiz. Demak, birinchi o'rinda telefon raqam kiritishimiz kerak bo'ladi va esimizda qoladigan 6 ta raqamdan iborat parolni yozishimiz kerak bo'ladi. Telefon raqamini kiritib olamiz. Parol yozib bo'lganimizdan keyin ro'yxatdan o'tish tugmasini bosamiz va bizni kiritgan nomerimizga kod boradi. 4 talik raqamni kiritamiz. Bu yerda keyin profil ma'lumotlari chiqadi. Biz bu yerda oddiy hamkorni tanlaymiz. Va bizda pasport seriya raqamlari va tug'ilgan sanamizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Pasport ma'lumotlarini kiritganimizdan keyin pasport ma'lumotlarini olish degan tugmani bosamiz. Va bizda o'sha kiritgan pasportimiz egasini ism, familiyasi avtomatik chiqib keladi va bu yerdan yakunlashni bosamiz. Va bizda muvaffaqiyatli ro'yxatdan o'tganimiz haqida ma'lumot chiqadi va tizimga kirib olamiz. Endi ro'yxatdan o'tgan telefon raqamimizni va parolni kiritib olamiz bu yerga. Kirishni bosamiz. Xohlasanglar buni saqlanib qo'ysanglar ham bo'ladi o'zingizlar uchun. Va bizda mana shu hamkor sifatida kirgan oynamizda hamma ma'lumotlar chiqadi. Biz nechta talaba olib kirganmiz, qaysi bir to'lov qilgan yoki qilmagan, bonuslarimiz hammasi haqida ma'lumot beradi. Asosiy ma'lumotlar mana shu dashbord bo'limida chiqadi va eng muhim qismi sizning shaxsiy referal linkingiz. Mana shu sariq nusxalash degan yozuvni nusxalab olamiz va biz orqali qaysi odam kirmoqchi bo'lsa universitetga, o'sha odamga mana shu linkni tashlab berishimiz kerak bo'ladi. Va o'sha talaba sizning linkingiz orqali kirsa va kontrakt to'lovini 25% ni to'lasa, sizga 500 ming so'm bonus beriladi. Bonusni siz xohlasangiz naqd karta orqali olishingiz mumkin bo'ladi. Va bu yerda saytda qolgan ma'lumotlar ham bor. Misol uchun nechta talaba ro'yxatdan o'tgan siz orqali, linkingiz orqali bonuslar qachon tushadi yoki kutilyapti, hammasini mana shu saytda o'zidan ko'rib olishingiz mumkin. Hamkor sifatida siz referal link orqali ham odam qo'shishingiz mumkin va undan tashqari saytda o'zida o'sha dashbordda o'ziga e'tibor beradigan bo'lsak, pastda talaba qo'shish degan joyi bor. Ya'ni siz buni talabani o'zingiz ruchni, ya'ni qo'lda qo'shsangiz bo'ladi. Buning uchun o'sha talaba qo'yish degan joyga kirasiz va bu yerda pasport ma'lumotlari, telefon raqamini kiritishimiz kerak bo'ladi. Demak, bu yerda O'zbekiston fuqarosi yoki xorij fuqarosi, xorij davlat pasporti ham kiritish mumkin. Demak, birinchi o'rinda telefon raqamini kiritib olamiz va pasport ma'lumotlarini kiritib o'tamiz bu yerga. Pasport ma'lumotlarini kiritganimizdan keyin tekshirishni bosamiz. Va talabamiz haqida hamma ism, familiyasi, JSHR raqami haqida ma'lumotlar bizda chiqadi. Shu hammasi haqida ma'lumotlar bor, tug'ilgan yili, jinsi, hammasi yashash manziligacha ko'rsatib beradi. Bu ba'zan o'zidan avtomatik ravishda chiqarib beriladi. Va keyingisini bosamiz. Va bu yerda biz endi asosiy etapga, ya'ni yo'nalishimizni tanlash kerak bo'ladi. Bu yerda filial, qaysi kampus, hammasini ko'rsatib o'tilgan birama-ketin. Demak, bizda aytaylik Buxoroning o'zida asosiy binoda. Ta'lim bosqichi, aytaylik bakalavr. Talaba agar birinchi kursdan qabul qilinadigan bo'lsa, bunda birinchi kursdan o'qishni tanlaydi. Va ta'lim shakli bu yerda kunduzgi va masofaviy bor. Aytaylik bizga kunduzgi kerak. Kunduzgi ta'lim va ta'lim tili o'zbek. Va pastga tushganimizda bizda o'sha oldingi referal link orqali kirilgan vaqtimizdagi qanaqa yo'nalishlar bo'lsa, bunda ham xuddi shunaqa ta'lim yo'nalishlari, qancha kontrakt to'lanishi kerak, hammasi haqida ma'lumotlar yozib o'tilgan. O'sha kontrakt summasi qancha, yo'nalish kodigacha bor. Aytaylik bizga endi transport vositalar muhandisligiga
talabamiz topshirmoqchi. O'shani tanlaymizda, keyingisini bosamiz. Bunda ham xuddi shunday. Talabamiz agar 11-sinfni bitirgan bo'lsa, shahodatnomasi bu yerda avtomatik ravishda chiqib keladi. Agar shahodatnoma topilmasa, mana shunday litsey diplomi yoki kollej yoki o'sha maktabni tugatganligi haqida yoki o'qiyotganligi haqida ma'lumotnomani yuklasak bo'ladi. Demak, bizga kollejda bitirgan talabamiz o'shanga diplomini yuklashimiz kerak bo'ladi. Yuklagan diplomimizni tanlaymiz va keyingisini bosamiz. Keyingi qismda esa imtihon turi va sanasi. Bu yerda o'sha imtihon turi yo'nalishiga qarab avtomatik belgilanadi. Moderatorlar tomonidan talabaning hujjatlari yig'ib olingandan keyin test ochib beriladi. Ya'ni qaysidir sanada o'sha sanada talaba testni ishlab berishi kerak bo'ladi. Test esa ishlash 3 martagacha imkoniyat beriladi. Keyingi qismga o'tamiz va tasdiqlash qismi bizda oxirgi qism. Bu yerda ma'lumotlarimizni yana bir marta tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Topshirayotgan talaba haqida ma'lumotlar to'g'rimi, yo'qmi, hammasi haqida mana shu yerda ma'lumotlarni ko'rib o'tsak bo'ladi. Va oxirida o'sha yashil ariza yuborish knopkasini bitta bosamiz va bizda talabamiz qo'shiladi. Shu orqali ham bizda mana talabalarimizni ro'yxatini ko'rib borishimiz mumkin. Talabalarim bo'limiga o'tsak, mana o'zimizning referral linkimiz orqali yana bitta talaba qo'shilgani haqida, ya'ni ro'yxatdan o'tgani haqida bizda ma'lumot ham shu yerda ko'rinib turadi, uyda mana bo'limida. Buni Excel ko'rinishda ham yuklab olsangiz bo'ladi o'zingizga. Ya'ni statistika. Qabul jarayonlariga hamkor bo'lganingizdan keyin sizga o'sha shaxsiy referral link beriladi. Siz taklif qilmoqchi bo'lgan talabaga link qanaqa ko'rinadi va u talaba qanday ro'yxatdan o'tadi, hujjatlarni qanday topshiradi, hozir buni ham birma-ketin ko'rsatib o'taman. Demak, bizda shaxsiy referral linkimiz berilgan. Linkimiz ustiga bosganimizda bizda mana bunaqa oyna ochiladi. Ya'ni bizni kim taklif qilyapti, ya'ni talabani kim taklif qilyapti. Bu yerda har bitta taklif qilayotgan odam ism familiyasi bu yerda ko'rinib turadi. Misol uchun Saydullayev Sanjarbek. Bu yerda hoziroq ro'yxatdan o'tishni bosamiz va yangi siz taklif qilayotgan talabada quyidagicha oyna ochiladi. Bu yerda o'sha talabani telefon raqami yoziladi va uni ham xuddi shunday esda qoladigan 6 talik parol kiritish kerak bo'ladi. Telefon raqamini yozamiz va esimizda qoladigan 6 talik parolni yozib bo'lganimizdan keyin ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Va o'sha kiritgan nomerimizga 4 talik kod boradi. Kodni ham kiritib olamiz. Va kodni tasdiqlaymiz. Kodni tasdiqlaganimizdan keyin bizga pasport ma'lumotlarimizni kiritishimiz kerak bo'ladi. Va bu yerda pasport ma'lumotlarimizni kiritishimiz bilan o'sha talabani ism familiyasini o'zi bazadan avtomatik ko'rsatib beradi. Pasport ma'lumotlari kiritganimizdan keyin talabani ism familiyasini o'zi avtomatik ravishda chiqarib beradi. Bu yerda hamma ma'lumotlar ko'rishimiz mumkin va pastga tushganimizda keyingisi degan joy bor, o'shani tugmani bosamiz. Va bizda eng asosiy etap yo'nalishimizni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Bu yerda o'sha binolar Buxoroning o'zida topshirasizmi yoki Guliston kampusdami, hammasi haqida ma'lumotlar kiritib o'tilgan bo'ladi bu yerda. Demak, bizda aytaylik Guliston universitet filialini o'zida o'qimoqchimiz. Qabul turi bu yerda bakalavr bor va magistr bor. Qabul turi birinchi kursdan, ya'ni yangi kelgan talaba birinchi kursdan qabul qilinadi va ta'lim shakli. Ta'lim shaklida asosan kunduzgi va masofaviy bor. Aytaylik, kunduzgini tanlamoqchi talabamiz ta'lim tili o'zbek tilida va bu yerda hamma yo'nalishni turlari va kontrakt ma'lumotlar hammasi chiqib turibdi. Aytaylik, bizda dasturiy injiniring tanlasak 16 million kontrakti bor va o'qish muddatigacha hammasi haqida ma'lumot ko'rsatilgan bo'ladi. Demak, 16 million kontrakt summa. Yo'nalish tanlab bo'lganimizdan keyin keyingisini bosamiz. Va bu yerda talabani o'zini hujjatlari hammasi avtomatik ravishda chiqib keladi. Agar talabamiz maktabni bitirgan bo'lsa, ya'ni 11-sinfgacha o'qigan bo'lsa, uni shahodatnomasi avtomatik ravishda chiqib keladi yoki u texnikumda aytaylik 9-sinfni bitirib qolgan 2 yilni o'sha texnikum yoki boshqa markazlarda o'qigan bo'lsa, diplomini yuklashimiz kerak bo'ladi. Bu yerda o'sha kollej, litsey diplomlarini rasm ko'rinishda yoki PDF dokument ko'rinishda yuklashimiz mumkin bo'ladi. Demak, diplomimizni yuklaganimizdan keyin bu yerda keyingi qadamni bosamiz. Hujjatlar topshirganimizdan keyin keyingi qismda imtihon bo'limi ochiladi. Bu yerda siz testni onlayn tarzda topshirasiz. Va pastda davom etish tugmasi bor, shuni bosamiz.
Demak, bizda oxirgi yakuniy qism, ya'ni tasdiqlash bo'limi oynasi ochiladi. Bu yerda o'sha talabani shaxsiy ma'lumotlari, yo'nalish turi, ya'ni u qayerga topshiryapti, qanaqa yo'nalishga, qaysi filialga, kontraktni to'lov turi, hammasi haqida ma'lumotlar chiqadi. Demak, bu yerda imtihonlar haqida ma'lumot bor. Imtihonni turi onlayn, imtihonni sanasi bu siz hujjat topshirganingizdan keyin saytda o'zini moderatorlari bor. Sizda ma'lumotingiz haqiqatan tasdiqdan o'tgandan keyin sizga testni topshirish muddati avtomatik ravishda chiqadi. Buni ham hozir ko'rsatib o'taman. Va bu yerda arizani yuborish degan tugma bor. O'shani bosadigan bo'lsak, bizda talabani shaxsiy kabinetiga olib kiradi. Va aynan mana shu yerda bizni talabamiz haqida hamma ma'lumotlari, u yerda o'zini profili, to'lov turlari, hammasini mana shu yerdan ko'rishimiz mumkin. Demak, dashbordda talaba haqida ma'lumot turadi. Bu yerda qaysi yo'nalishga topshiryapti, qabul haqida ma'lumotlar turadi va bizda arizani holati ham bor. O'sha arizani tarixi ko'rib chiqilyaptimi, yo'qmi, hamma jarayonlarni ko'rib turishimiz mumkin. Va bu yerda to'lov turi. O'sha to'lov turida biz har xil turini tanlashimiz mumkin. Xohlasangiz ilova orqali yoki bankka hisob raqam orqali to'lashingiz ham mumkin. Bu yerda o'sha bankning rekvizitlari hammasi ko'rsatilgan bo'ladi. Birinchi o'rinda albatta sizni ma'lumotingiz tasdiqlangandan keyin hammasi haqida ma'lumot chiqariladi. Test topshirishda esa sizga 3 martagacha imkoniyat beriladi. To'lov tarixi ham bor bu yerda. Siz qancha summa pul to'lagansiz kontrakt, qanchasi jarayonda turibdi, hammasi haqida ma'lumotlar ko'rinib turadi. Mana ko'rib turganingizdek, Hamkor dasturini qanday ro'yxatdan o'tish va siz taklif qiladigan talaba va u talaba qanday qilib ro'yxatdan o'tishi, to'lov shartnomalar qanday shakllantirishi hammasi haqida ma'lumotlar berib o'tdim. Qolgani endi o'zingizni qo'lingizda. Imkon boricha qancha ko'p talabani taklif qilsangiz, shuncha ko'p bonusga ega bo'lasiz. Videoni tomosha qilganingiz uchun rahmat. Charchamanglar.